Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Biz hozir stadionimizning tashqi tomonidamiz va sizga uzoqdan stadionimizni ko'rinishini ko'rsatmoqchimiz. Bu bizga hozirda eng tez bitib turgan blokimiz D blokimiz hisoblanadi. Nasib qilsa bu hozir 6-etajimizni usti yopilib 7-etajimizga chiqyapti. Nasib qilsa eng oxirgi, ya'niki 6,5 etaj bo'lib qoladi bu stadionimiz va ya'niki 6 etajda odamlar kiradi. Oxirgi yarim etajda esa usti yopilishi uchun navislarimizga ostki tomondan stoykalar bo'ladi. Stoykalari bo'ladi. Nasib qilsa buni ya'niki stadionimizning orqa tomonida o'sha navislarimizni yopilish uchun to'shamalari, kolonnalari bitib kelyapti. Va mana stadionimizni hozirda mana shu xona turgan qismi, mana bu yeri asosiy kirish xodi hisoblanadi. Kirish darvozasi, stadionimiz kirish darvozasidan chiqib mana ekskavatorimizni to'g'ridan, ya'niki mana chakmanlar turgan yerdan quyosh botar tomonga qarab harakatlansak, bu yerda nasib qilsa bizga fontan qismimiz, ya'niki shu hammaning tiliga mashhur bo'lib turgan Guinness rekordlariga kirishi rejalashtirilgan fontan mana shu yerda bo'ladi nasib qilsa. Mana bu yerda hozir mashinalar turgan yerda eng katta qismi bo'ladi. Eng katta motorli, eng baland o'tadigan motor qismlari, havza qismlari asosiy shu yerda bo'ladi va bu mana bu tomondan nasib qilsa asosiy Parkent yo'liga qadar cho'zilishi rejalashtirilgan. Ya'niki bu o'sha yerdagi Parkent yo'lidan qo'shimcha qo'shiladigan daryolar hisobiga bu fontanimiz ishlaydi nasib qilsa. Va bu juda katta, nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyodagi eng katta Guinness rekordlariga kirishi rejalashtirilgan fontan bo'lishi rejalashtirilgan. Aziz do'stlar, bu bizni hozir juda Yangi Toshkentning eng baland qismida turibmiz. Va bu yerdan sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz, ya'niki biz ishlab turgan oldingi mana lot 71 qismimiz mana bu yerda joylashgan. Mana uzoqdan ko'rinib turgan obyektimiz mana shu lot 71 hisoblanadi. Va buning yon qismida esa aholimiz uchun o'sha Qurilish vazirligi, jamiki bu yerda joylashgan vazirliklarning xodimlari uchun, jamiki aholimiz uchun bu yerda aholi turar joylari uchun ham binolarimiz qurilyapti. Bu yonimizda mana konteyner turgan yonimizda esa nasib qilsa eng katta kutubxona, axborot markazi qurilishi rejalashtirilgan. Buni ham Koch firmasi hamkorlikda quryapti. Nasib bo'lsa qo'llab-quvvatlab turingizlar do'stlar. Sizlar bilan birgalikda albatta hammasiga erishamiz. Hammasini birgalikda uddalaymiz.